Kelinglar bugun sizlar bilan Instagram yuritishni boshlaganimdan beri nimalar o'zgarganini gaplashamiz. Birinchidan, men unaqa Instagramdan pul topganim yo'q. 5 oydan beri Instagram ishlatayotgan bo'lsam ham, bir ikkita hamkorlik qildim xolos. Lekin yaxshi tarafga o'zgargan narsa bu, olmayman deb yurgan narsalarimni olayotganim bo'lyapti. Umuman olganda oshxonamni ancha chiroyli qildim. Tuzdonlar, qozon, tovoqlar, o'zimga kerak texnikalar hammasini keyin olaman. Oshxonam remont bo'lganidan keyin, uyimni remont tugagandan keyin olaman deb orqaga surib yurgan ancha narsamni sotib oldim. Ha qizlar, hammasini o'zim sotib oldim. Menga bironta magazin biron narsani sovg'a qilgani yo'q. Xullas, Instagram yuritishni boshlaganimdan beri ko'p narsani sizlardan o'rgandim qizlar. Ko'p narsani menga o'rgatasizlar, yozasizlar. Men bu narsalarni qadrlayman. Rahmat. Orada ikkilanib 2-3 oydan keyin CapCut Pro'ni sotib oldim va bu menga ancha plus bo'ldi. Videolarim kачествоsi yaxshilandi. Mendan keyin blog boshlab, lekin podpischiklari va axbatlari mendan zo'r ko'tarilib ketgan qizlarni juda ham ko'p ko'raman. Ularning ko'pchiliklarini kuzatib, motivatsiyam tushib ketgani yo'q. Nima bo'lsa ham davom etyapman, chunki bularning hammasiga sabab sizlar qizlar. Menga podpiska tashab, shuncha yaxshi blogerlar turganda ham meni kuzatib, meni istoriyalarimni ko'rib, menga SMS yozib, meni xursand qiladigan sizlar.